Yod etmas emish kishini g'urbatda kishi, shod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikda parishon bo'ldi. Hech bilmas emish qadrini ulfatda kishi. Zahiruddin Muhammad Bobur. Zahiruddin Muhammad Bobur Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qilgan Boburiylar, Ko'ragonilar imperatorligining asoschisidir. Bu davlat g'arb manbalarida Hindiston mo'g'ullari nomi bilan tanilgan. Bobur otasi tomonidan Amir Temurning avlodi u onasi tomonidan Changizxon nasliga mansubdir. Zahiruddin Muhammad Bobur 1483-yili hozirgi O'zbekiston o'lkasining Andijon viloyatida tug'ilgan. U 12 yoshida otasi vafotidan so'ng Farg'ona hokimi bo'ladi. U yoshlik yillarida Samarqandni egallash uchun bir necha bor jang qiladi, ammo uni saqlab qola olmaydi. Ketma-ket mag'lubiyatlardan so'ng Bobur Kobilga yo'l oladi va u yerni o'ziga asosiy tayanch markaziga aylantiradi. 16-asr boshlarida Hindiston siyosiy jihatdan zaiflashgan edi. Bobur son jihatdan kichik, ammo o'q otar qurollar va to'plar bilan qurollangan qo'shin bilan Hindistonga yurish qiladi. 1526-yil yuz bergan Panipat jangi eng muhim janglardan biri hisoblanadi. Delhi sultoni Ibrohim Lodining mag'lubiyati Boburlar imperatorligining boshlanishi va asosiydir. Zahiruddin Muhammad Boburning mashhurligining asosiy sabablaridan biri uning o'z qo'li bilan yozgan Boburnoma asaridir. Ushbu asarda Boburning shaxsiy xotiralari, janglari, muvaffaqiyatlar, mag'lubiyatlar, shaharlar haqida ma'lumotlar va tabiat turkiy chig'atoyi tilida yozilgan Boburnoma o'z davrining eng e'tiborli va ishonchli tarixiy manbalardan biri hisoblanadi. Zahiruddin Muhammad Bobur nafaqat bir buyuk sarkarda, balki u shoir, adib va bog' yaratishga ham juda qiziqqan. Boburiy bog'lari an'anasining asoschisi, Farsi adabiyot va madaniyati muxlisi, hissiyotli va o'zini tanqid qila oladigan bir shaxs bo'lgan. Biloxira Zahiruddin Muhammad Bobur 1530-yil vafot etadi. Uning paykari 1-Hindiston Agra shahriga dafn etilib, keyincha uning vasiyatiga binoan Kobilga ko'chirilib, Bog' Boburga dafn etiladi. Doktor Azizulloh Orol Bobur to'g'risida shunday so'z yuritadi. Hazrat Zahiruddin Muhammad Boburning shunday bir hikmatli so'zi bor. Ko'nglingni dinlarning muhokama maydoniga aylantirma. Adolat o'rnatishda insonlarning e'tiqodiga chuqur hurmatda bo'l. Bobur Sharq tarixida davlat arbobi va sarkarda sifatida tanilgan bo'lsa-da, uning shaxsiyati ko'plab zamondosh hukmdorlardan o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Bobur turkiy, o'zbeki va fors tillarida ijod qilgan. Boburnoma asari orqali Sharq badiiy adabiyotida yangi bosqichni boshlab bergan. Asarda tarixiy voqealar muallifning shaxsiy kuzatuvlari va ichki kechinmalari bilan uyg'un holda xolis, betaraf va sodda uslubda bayon etilgan.
Bobur o'z yutuqlari bilan bir qatorda mag'lubiyatlarini ham yashirmay yozgani bilan boshqa shohlardan ajralib turadi. Bobur tarixni buyurtma asosida yozdirgan hukmdorlardan farqli ravishda voqealarni bevosita o'zi qayd etgan. Shu bois Boburnoma nafaqat adabiy, balki ishonchli tarixiy manba sifatida ham yuqori baholanadi. Shuningdek, Boburning ona tiliga bo'lgan e'tibori alohida ahamiyat kasb etadi. Fors tili hukmron bo'lgan muhitda uning turkiy tilda ijod qilishi milliy adabiyot taraqqiyotiga muhim hissa bo'ldi. Bobur turkiy tilning badiiy imkoniyatlarini kengaytirib, keyingi avlod adiblariga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Chiqsa quyosh falakka, sen otga chiqqaningdek. Bo'lg'aymi ul seningdek, ul biri tavsaning. Professor Izzatulloh Zaki Dehqonoğlu Boburning davrasini shunday bayon qiladi. Ulug' mutafakkir, shoh, hukmdor, adolatli zot Bobur shohning ham 14 fevral tug'ilgan kuni, ya'ni 543 tug'ilgan ayyomi qutlug' bo'lsin deb uni shu shaklda eslaymiz. Kim ko'ribdir ey do'stlar, ahli jahondan yaxshilik, kimki anda yaxshi yo'q, ko'z tutma andan yaxshilik. Mana shu munosabat bilan ikki ulug' mutafakkir, siyosatchi va davlat odami Alisher Navoiy va Bobur shohning tug'ilgan kunlari qutlug' bo'lsin deyman.